Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar, Agroeksport kanalining obunachilari va Tojikiston vinograd obunachilari. Mana ikkinchi uzum xomtogimiz tartiblari. Ikkinchi xomtogini mana pastki barglarni olib tashlaysiz. Mana bu mevaga ochiq bo'lishi kerak. Mana meva ochilishi kerak. Mana shu yerda uzumlar ochilgandan keyin mana dori sepgan vaqtingizda mana bu yoqdan sizga mana bu yoqqa dori tegmaydi. Mana bu qaytaradi. Bunday bo'lib holati qaytariladi. Mana shu ochilishi kerak. Mana shu barglar olib tashlanishi kerak. Pastki barglar bo'ladi. Novdalar mana yotgan holati. Mana shularda mana shularga yotgan novdalarda yani o'zini chirmovchi bilan yotqizdik. Yani chirmovchi degani mana bunaqangi chirmovchi mana o'sha bilan o'zi yotib qolgan. Shu bilan ozgina nima qildik, yordam berib shu bilan mana yotgan holatda. Mana yondagi mana shu bachkalarni olib tashlasak hosildorligi yaxshi bo'ladi. Mana pastki barglarni ham tashlashimiz kerak. Mana mevaga biz yengillik qilib olib tashlashimiz kerak. Mana bunaqangi yosh nimalarni ham duvarekcha deydi, o'shalarni ham olib tashlashimiz kerak. Mana xomtokda, ikkinchi xomtokda mana shu tepa barglar turadi. Tepa barglarda agar olsalaringiz mana bu don endi kattaryapti. Don qotish boshlanadi. Chunki hozir doni bilinib, guldan chiqib, o'sha don kattalashayotgan holati. Mana bu Husayni uzumimiz. Qolgan navlar naryoqda, mana bu tarafda, mana bu tarafda payvandon qilganimiz bor. Yana shu tupda payvandon qilganimiz bor. Qolganlarni xomtogini gulidan keyin nima qilaman. Hozir Husayni uzum eng xalq yaxshi ko'radigan, eng sevimli uzumimiz Husayni. Shuni endi guldan chiqdi. Shuning uchun xomtok qilyapman. Gullagan davrida xomtok qilish chunki to'xtatiladi. Agar qilmagan bo'lsa harakat qilib zudlik bilan qilish kerak bo'ladi. Mana barglarni olib tashlashimiz kerak. Mana shu pastki qismdagi barglarni olib tashlasak, mana shu bizga mana shu dori tekishga va shira sho'r tushmaslikni oldini olgan bo'lamiz. Agar biz ikkinchi xomtokda qilmasak, обязательно sho'r tushish davri endi boshlandi. Endi xudo xolasa boshlaydi. Sho'r tushish qanday bo'ladi? Mana bandidan mana yerdan qorayishni boshlaydi. Keyin oqarib, panglaganga o'xshab ketaveradi. Keyin o'rilib, oppoq bo'lib, yorilib sifatsiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun ahamiyat berishimiz kerak. Keyin mana bunaqangi ikkita bosh bo'ladigan bo'lsa, Husaynida ham mana shuni olib tashlashimiz kerak. Agar qaychingiz bo'lsa, mana shuni qaychida olib tashlashingiz kerak. Chunki bir bosh qo'ysangiz shu kilo bo'ladi, vazn bo'ladi. Agarki shuni ikki boshdan qilib qo'ysangiz, uzumingiz sifatsiz bo'ladi. Dorilari seplishi poliram ishlasa bo'ladi, sho'rga ham. Keyin impak ishlasa bo'ladi. Chunki tapas ishlatmanglarki, tapas donni qotirib qo'yadi. Don kattalashadigan davriga tapas ishlatmanglar. Bir apparatiga 25 gram nima qo'shiladi? Impak qo'shiladi. 25 litrlik apparatga 80 gram poliram qo'shiladi. 80 gramdan 40 gramgacha poliram qo'shiladi. Poliram suvga aralashtirilib, keyin apparatga solib turib sepib chiqiladi. Buni muhlati где-то bir haftadan keyin sepsa bo'ladi sho'rga qarshi. Chunki men hozir vaqtlarim kam bo'lyapti. O'shaning uchun uni men yengilgina sepib chiqaman. O'shaning uchun
Yana bu safariga nima bo'lishi uchun donlarni to'kmaslikka harakat qilib turib, chunki hozir sal nima qilsa dona to'kilib ketadi mana shuni. Endi g'oraga kiryapti, don qotib nima bo'lguncha o'shanga harakatini nima qilib turib, don to'kilmasligini, siyrak bo'lmasligini, mana shu bosh siyrak bo'lmasligini yengilgina urib ketaman. Salomat bo'linglar, tashakkur. Aziz obunachilar.